Gentra avtomobilini farasini olib qoldik. Ishlanchi kun ancha urinib qo'ygan ekan ximikatga. Ximikat chiqarib beramiz. Kimga shunaqa xizmatlar bo'lsa, albatta ko'rasizlar. Sifatli garantiyasini chiqarib beramiz. Pastelaklar uchun ajrab qo'ygan. Buniki siziq olib qo'ygan. Buni ham chiroyli chiqarib beramiz. Hozir bo'lgan holatidan qilamiz, video qilamiz. Eski holati ekan uniki. Gentra avtomobilning farasi tayyor bo'ldi. O'rtacha ideal. Yangida ichida kimga shunaqa xizmatlar bo'lsa, albatta ko'rasizlar. Mana shunaqa sifat bilan garantiyasini chiqarib beramiz. Bo'lgan holat faramizda. O'rta darajada naqshda o'tkiga o'xshab. Buni sig'lar uchun ko'p edi. Sizlarda bo'lsa, ham chiroyli qilib ximikatlarni chiqarib berdik. Garantiyalar bilan xizmatlar bo'lsa, albatta ko'rasizlar. Mana shunaqa chiroyli sifatini qilib beramiz. Aloqa uchun 95lik 233 1115 telefon raqamiga aloqa chiqaverasizlar. Manzilimiz ekranda joylashgan. Bo'lgan holati qaramizda. Ideal tinni olib chiqdi. Kelasi ham. Eski holatlar shuni musurib qoladi o'zi. Zavodga zavod holatda ochmasdan o'zini qilib chiqarib berdik. O'tga qo'ymasdan. Boshlangan zavod faramiz. Gentra avtomobilga ham farlar bo'ladi, taqib berdik. Tirnoq qilib. 0 raqamlar mashinamiz ham. Xizmatlar bo'lsa kelaverasizlar, shoplarga mashina sifat bilan chiroyli chiqarib beramiz. Mana yangida yiqib, qadamday qolgizib. Mashinamiz tirnoq endi. Bo'lmasa farlar ham ideal chiqdi.